Xo'sh, qaranglar. Bugungi darsimizda sizlar bilan nemis tilidagi bog'lovchilardan biri, to'g'rirog'i biz o'rganishimiz kerak bo'lgan eng birinchisini boshlaymiz. While. While degani bu chunki tarjimasi. Tushunarlimi? While tarjimasi chunki. Chunkini faqat boshqacha variantini o'rganganmiz sizlar bilan. Eslaringda bo'lsa then. To'g'rimi? Then haqida gaplashgandik, then ishlatayotgan edik, to'g'rimi? Lekin endi bog'lovchilar yana biri o'sha chunki degan ma'noni aytadigan ikkinchi bog'lovchi then. Misol uchun ikkita savol bor bizda. Warum lernst du Deutsch? Warum lernst du Deutsch? Tarjimasi nima? Nima uchun nemis tilini o'rganyapsan? Nega nemis tilini o'rganyapsan, to'g'rimi? Warum bist du hier? Nega bu yerdasan, to'g'rimi? Mana shunaqa savollarga javob berish uchun bizga mana shu while kerak bo'ladi. Biror narsa sababini aytayotgan, to'g'rimi? Formula. Demak, bu turdagi bog'lovchi turlari qanaqa ishlatiladi? Demak, birinchi gapni, asosiy gapni o'zi keladi. Ya'ni qanaqa gap bo'lsa, boshida o'zi oddiy gap kelaveradi. O'zi bog'lovchi degani ikkita gapni bir-biriga bog'lab murakkab gap yasaydigan narsa. Tushunarlimi? Asosiy gap keladi, undan keyin while kelar ekanda, while'dan keyin ikkinchi gap kelishi kerak, to'g'rimi? Ikkinchi gapni hamma misol uchun ega, o'sha sifat bu narsalar keladida, fe'l bizda qoida bor edi, fe'l doim ikkinchida, to'g'rimi? O'sha fe'lni orqaga o'tkazib yuborar ekan. Tushunarlimi? Gapning strukturasida fe'lni joylashuvini o'zgartiradi. Bo'ldi, qolgan hech narsa o'zgarmaydi. Zum Beispiel, mana bu savolga warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch. Agar biz hozir while'ni bilmaganimizda shunaqa javob beradi. Ich lerne Deutsch. Es ist interessant. Tarjimasi nima? Men nemis tilini o'rganaman. U qiziqarli. Bu yerda chunki degan so'z yo'q. To'g'rimi? Endi ikkita gap, ikkita oddiy gap turibdi. Ikkalasini qo'shib murakkab gapga aylantiramiz. Murakkab gapga aylantirganimizda qanaqa bo'ladi? Mana. Ich lerne Deutsch. Gap o'sha holat turibdi, to'g'rimi? Weil es interessant ist. Es ist interessant, to'g'rimi? Bu yerda fe'l istmi? To'g'rimi? Istni orqaga o'tkazib yuboryapti. Bizda ist fe'l turibdi, mana shuni orqaga o'tkazib yuboryapti. Shunda weil es interessant ist. Tushunarlimi? Gapning strukturasi bittagina o'zgarish qilyapti. Ya'ni nima bo'lyapti tarjimasi? Men nemis tilini o'rganyapman. Chunki u qiziqarli. To'g'rimi? Xo'p, boshqa misollar. Ich bin müde tarjimasi nima? Men charchaganman. Weil chunki ich viel arbeitet. Ko'p ishladim, to'g'rimi? Agar ich arbeite viel edi gap o'zi, to'g'rimi? Asli qoidasi bo'yicha. Lekin fe'lni orqaga o'tkazib yuborib, ich viel arbeite bo'lib qolyapti. Keyingisi. Ich bleibe zu Hause. Tarjimasi nima? Men uyga boryapman. Bleiben. Bleiben. Qolmoq. Ich bleibe zu Hause. Men uyda qolaman. Weil es regnet. Chunki yomg'ir yog'yapti. Tushunarlimi? Ich esse Pizza. Weil ich Hunger habe. Chunki qornim och. Tushunarlimi? Men pizza yeyman, chunki qornim och. Keyingisi topshiriq sizlarga hozir. Ich bin glücklich. Nima degan? Men baxtliman. Weil nimadir? Sabab yozasizlar. Ich komme zu spät. Men juda kech kelyapman. Men juda kech kelyapman, chunki bir narsa. Chunki pubga o'ynashim kerak misol uchun. To'g'ri? Men kech qoldim. Yoki chunki o'tgan safar yozib yording-ku Telegramdan, biz probkada edik deb. Ich lerne Deutsch, weil nimadir. Tushunarlimi? Hozir tayyorlaylar mana shu 3 taga javob. Tushunarlimi? Bo'la qolinglar, yozish shart emas, sira javob berib tashlaylar. Yo'q, keyin yozasizlar hozir. Menga mana shu 3 tani javobini beringlar. Ich bin glücklich, weil Uchta so'z Men baxtliman chunki o'ylaymanki demayapsiz. Was? Ich denke. Denken o'ylamaman. Ha? Glauben bor. Ha.
Ich bin glücklich, weil zum Beispiel qiziqarli javob. Ich bin glücklich, weil ich nicht verheiratet bin. Nima degan? Chunki turmush qurmagan. Chunki uylanmaganman misol uchun. To'g'rimi? Misol uchun davrani aytish mumkin. Ich bin glücklich, weil Deutschlar. Chunki nemislar. ha? Faqat o'sha gap to'liq qilib aytish boshqatdan. Ich bin glücklich, weil Deutschlar. Weil ich Deutsch lerne. Hop, endi mana davom ettirch. Men kech kelishim. Komme so spät, weil Burası kranke. Kranke kata. Ha, Var. ich bin krank bu oddiy gap. Endi o'shandagi fe'lni orqaga o'tkazib olish kerak, chunki weildan keyin kelyapti. Ich komme zu spät, weil qara, fe'l bin. Ich bin krank, to'g'rimi? Ich dedi binni olib tur, krank bin deb orqaga o'tkazib qo'y. Boshqa aytchi. Ich komme so spät, weil ich krank bin. Endi mana bu gech, ich lerne Deutschga. Men nemis tilini o'rganyapman, chunki Germaniyaga uchishni xohlayman dechi. O'zi Germaniyaga uchishni xohlayman degan gap qanaqa bo'ladi? Wagen. Deutschland. Xohlamoqchi. Yo'q. Ich möchte nach Deutschland fliegen. To'g'rimi? Ich möchte nach Deutschland fliegen. Bu gapning oddiy qismi. Endi mana bu yerga qo'shib yuborib o'sha. Deutsch, weil ich möchte O'sha möchteni tushirib yuboradi, orqaga o'tkazib olish kerak. Ich Deutschland fliegen. Ich nach Deutschland Nach Deutschland fliegen. fliegen möchte. Yo'q. Tushunarlimi? Mana shu gapni yozaylik. Mana ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland fliegen möchte. Tarjimasi nima bo'ladi? Men nemis tilini o'rganyapman, chunki Germaniyaga uchishni xohlayman. Tushunarlimi? Verstehen Sie? Dann schreiben Sie bitte. Do'stdagilar yozib olinglar.